Samolyotlar havoda qolishining sababi juda oddiy. Ularga ta'sir etuvchi natijaviy kuch nolga teng. Shunday bo'lsagina jismlar harakatlanmasdan bir joyda qolishi va aksincha harakatda davom etishi mumkin. Hatto yer yuzasidan 10 000 metr balandlikda ham. Albatta, samolyotga turli kuchlar ta'sir qiladi. Masalan, gravitatsiya samolyotning o'zini, shuningdek, ichidagi barcha odamlar va yuklarni pastga tortadi. Qolaversa, dvigatellardan otilib chiqadigan yoki qanotlar bilan to'qnashadigan har bir havo molekulasi ham samolyotni itaradi. Agar barcha kuchlar muvozanatda bo'lsa, xususan havo molekulalari samolyotni yetarlicha yuqoriga itarsa, samolyot havoda qoladi. Havo zarrachalarining samolyotni yuqoriga itarishiga erishish parvozning eng muhim qismidir. Buning siri shundaki, qanotning pastki tomoni tepadagiga qaraganda ko'proq va kuchliroq havo oqimiga uriladi. Agar samolyot yerda to'xtab tursa, qanotning tepa va pastki qismlariga urilayotgan havo oqimi deyarli teng miqdorda bo'ladi. Shuning uchun ko'tarilish kuchi hosil bo'lmaydi. Lekin samolyot harakatlanganda qanotning egri shakli va biroz qiyshaygan burchagi tufayli uning ostki yuzasi oldingidan ko'ra ko'proq havo molekulalari bilan to'qnashadi. Natijada qanotning ostki yuzasidagi bosim oshadi. Bundan tashqari, qanot tepasiga urilayotgan zarrachalar soni kamayadi va tabiiyki kamroq kuch bilan uriladi. Buning bir sababi qanotning oldingi harakati uni ma'lum darajada himoya qiladi. Xuddi yomg'irga qarshi yurganingizda orqangizga tomchilar kamroq tegib, nisbatan quruq qolganingizdek. Ikkinchi sababi esa egri havo oqimida ichki tomonning bosimi kamayadi. Chunki zarrachalar egri chiziq bo'ylab markazdan tashqariga qarab harakatlanadi. Qanday sabab bo'lmasin, qanot tepasidagi bosim pasayadi. Shunday qilib, qanot ostidagi tepaga ta'sir etuvchi kuchning ortishi bilan birga pastga ta'sir etuvchi kuchning kamayishi ko'taruvchi kuchni yuzaga keltiradi. Agar bu kuchlar farqi yetarlicha katta bo'lsa, samolyotni gravitatsiyaga qarshi tepaga ko'tarish mumkin bo'ladi. Ammo dvigatellar bo'lmaganida samolyotni ko'tarish uchun kerak bo'lgan bu havo molekulalari uni sekinlashtirishga olib kelardi. Aniqroq aytsak, dvigatellar havoni orqaga itaradi. Buni samolyotning havoni orqaga itaruvchi maxsus vinti bajaradi. Reaktiv dvigatel esa bu mexanizmni harakatga keltiradi. Bugungi kunda eng samarali ishlaydigan samolyotlarda katta mexanizmni kichik reaktiv dvigatel harakatga keltiradi. Lekin hatto samarasi nisbatan kamroq dvigatellarda ham aylanayotgan vint havoni orqaga suradi. Shunda samolyot oldinga siljiydi. Bu mexanizm havoni tez orqaga itarish orqali samolyot uchun gorizontal itaruvchi kuch hosil qiladi. Qanotlarning egri va biroz qiyaroq shakli bu jarayonni yanada kuchaytiradi. Vazifasiga ko'ra ularni ham aslida mini qanotlar desak bo'laveradi. Demak, samolyotni katta qanotlardan tashkil topgan mega qanot deb ham tushunish mumkin. Ana shu tariqa insoniyatning bu buyuk ixtirosi havoda erkinlik va kuch timsoliga aylanadi.